Shinalar joyini nima uchun almashtirish kerak? Mashina og'irligi har 4 ta g'ildirakka teng taqsimlanmaydi. Old g'ildiraklarda dvigatel, korobka va tormoz bosimi bor. Ya'ni ular orqa g'ildiraklarga qaraganda ko'proq ishg'alanishga uchraydi. Natijada old shinalar o'rtacha 20-30% tezroq yeyiladi. Burilishda tashqi shinalar ichki shinalarga nisbatan ko'proq yo'l bosadi. Ayniqsa old o'qda joylashganlarda. Shuning uchun protektor notekis yeyilishi boshlanadi. Tebranish borligidan buni sezish mumkin. Ishlab chiqaruvchi rotatsiya, ya'ni shinalarning joyini 10-12 ming kilometrda bir marta almashtirishni tavsiya beradi. Bu degani old g'ildiraklar orqaga, orqa g'ildiraklar esa oldinga o'tadi. Yoki old g'ildirakdan yuruvchi mashinalarda shinalar diagonal tarzda almashtiriladi. Masalan, oldi chapi orqa o'ngga o'tadi. Agar shunday qilinmasa, yangi shina ham 15 ming, 20 ming kilometrda shovqin chiqara boshlashi mumkin. Rotatsiyada yeyilish har ikki o'qda tenglashadi. Yeyilish kam bo'lishida albatta shina juda muhim. Yana ham u byudjet bob bo'lsa, shunaqa tovar kerak bo'lsa, Venera shinalari aynisiz bob. Bizga aloqaga chiqing.